Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Uyi yo'q, propiskasi yo'q masalanda. Ijaralarda u yoqda bu yoqda yurgan odamlar bor-ku, to'g'rimi? Uzr, yig'lab gapiryapman. Rosa alam qilyapti-da. 8 yil, почти 8 yildan oshdi Farg'ona shahrida yashayman. Bolam 3 yil oldin maktabga berayotganimda ham o'sha propiska kerak, u bu qilishgan. U paytda mayli, hozir bolam 1-sinf, dadasini oldida bo'lsin. Chunki bolam hali bog'chada yurmagani uchun maktabga bormayman, o'qimayman. Hattoki repetitorlarga olib borsam, sho'x bo'lgani uchun bormayman, o'qimayman deb repetitorlarga ham majburlab olib kirib, majburlab olib chiqardim. Yonida o'tirardim. Dod faryod yerlarga yotib to'polon qiladigan sho'x bolalar bo'ladi-yu. Meni bolam shunaqada, o'g'lim. Shuning uchun maktabga bersam qiynalaman deb men Andijonga dadasini oldiga bergandim. Shuning uchun ham 7 oy uni oldida bo'lgan. Undan oldin borib kelib yurganim. Keyin uning ichida meni ko'rdinglar, hali sudma-sud yurdim. Meni alimentga berdi, mashinamga o'sha chetga chiqishga taqiqlar bo'ldi. Men domashga qo'yaman kerak bo'lsa o'sha 20 milliondan oshiq nizashto bolam menda turibdi, lekin dadasiga men o'sha taqiqlarim yechilmas ekan deb turib aliment to'ladim. 1.200.000 qancha mingdan chiqarib bergan har oyga. Har bittasini to'ladim. Hozir bolam o'zimda sudma-sud 7 oy yugurib, bolam qiynalib yurib oldim-da. O'sha maktab to'g'irlanmagani uchun, propiskam yo'qligi uchun men uyim bor. Olganman, lekin sentyabrga bergandi. Ozgina cho'zilib, yilda oxiriga topshirishadigan bo'lyapti. Hozir bu yerda 4 yildan beri mana shu hozirgi turgan joyimda anaqada turaman. Vaqtincha propiska ijarada turaman. Shuni hisobiga bolamni maktabga bera olmagandim. Hozir yana muammo bo'lyapti. Xuddi o'sha 4 yil oldingi muammo, 3 yil oldingi muammo. Yana bolamni maktabga bera olmayapman. Undan tashqari o'sha jiyanim ham qiz qilib olganman-ku, o'zim bilan yashaydi. Uni ham maktabga bera olmasdan singlim uyiga anaqa propiskaga qo'ydirib o'zimni. Propiskam yo'qligi uchun Vodilga berdim maktabga. Endi o'zimni bolamda endi muammo bo'lmas. Unda ko'chirib qo'ysa bo'ldi ekan, desam yo'q deydi. Hozir rektor bilan gaplashsam, unda ham bo'lmaydi. Siz agar propiskangiz qayerda bo'lsa, yana bola o'sha joyga beradi. Qayerga borishni bilmayman. Nima buncha qiyin qilib yuborgansizlar? Uy yo'q, propiskasi yo'q. Odamlar nima qiladi? Qayerga boradi? Bolasi qayerda o'qiydi? Ishoninglar, shunday qiynalib ketdim. Jiyanim o'zim bir qiynaldim. Hozir endi o'g'limda ham yana xuddi o'sha muammo bo'lyapti. Nimaga bunchalik qiyin? Bu darajada qonunlar nimaga hamma narsani qiyinlashtirib yuborgansizlar? Uy yo'q, propiskasi yo'q masalanda. Bolalar qayerda o'qiydi bunaqa odamlarni? Qayerga borib murojaat qilish kerak, nima qilish kerak? To'g'risi shunday qiynalib ketdim. Hozir telefon o'qisam, yana xuddi o'sha muammo, o'sha yilgi muammo. Yo'q deydi. Iloji yo'q. Bu meni qo'limda emas. To'g'ri, ularni ham tushunyapman, lekin nima qilishimiz kerak biz? Hozir bolam yana men Andijonga berib olishim kerak yoki o'sha propiska qo'ygan mana necha kilometr uzoq tog'ni tagiga bolamni maktabga berib kelishim kerak. Ajrashgan yolg'iz onalarga buncha qiyin, o'zi zo'rg'a bolalaringiz uchun harakat qilib, tirmashib, hamma narsangizni yaxshi qilishga harakat qilasiz. Allohga shukr. Yana Xudo rahimli ekanki, shunchalik beradi. Hamma yo'g'imni qilaman. Uyim ham bor, joyim, mashina, hamma narsam bor. Prosta shunaqa mayda-chuda davlat tomonidan qanaqadir to'siqlarga juda ham ko'p duch kelaman. O'zi 7 oygacha chakana qiynalmadim-da bolamni. Ko'rmasdan, o'sha dadasi menga ko'rsatmasdan, alimentlar to'lab, masalan, o'qishlarga boraman. O'qishga chiqa olmasdan, hamma narsaga taqiq qo'yilib, bir narsa ola olmaysiz, yo'q, hatto kredit ham ola olmaysiz ekanda, alimentingiz bo'lsa. O'sha narsalar hamma yo'qda to'g'irlab, alimentlarimni to'lab, o'sha 20 milliondan oshiq aliment to'lab. Zo'r g'alati. Shunaqa zo'r yaxshi bo'lyapti hamma yo'q. Mayli to'lashga ham Alloh beryaptiki, bo'lyapti. Unga anaqa qilmayman. Prosta bola menda bo'lib turib, nizashto to'ladim. Majbur bo'ldim. Aytmay qildirib borsam bo'lardi, lekin mayli dedim. Anaqa hisob emas, mayli. Yolg'iz onalar, uy yo'qlar, propiskasi yo'qlar, nima qiladimi?
bilmayman, hozir bolamni qatga qanaqa maktabga joylayman, qanaqa qilib joylayman. Bo'lmasa hozir yana Andijonda qolib ketadi. Majburman yana o'sha yoqqa borib tashlab kelishga. Uni ham otasi ariza topshirib o'sha maktabga kiritgan. Hozir u ruxsat bersa, o'zi na prinsipga menga olib masalan ruxsat bermasa men nima qilaman? Yana shuni bajarasiga yana to'g'ri lopiga chiqishim kerak, yana tortishim kerak, yana sud. Uf, shunaqa charchadim. Nimaga ham shunchalik qiyin yolg'iz ayollarga nima qilishimiz kerak bilmayman. Esinglar bo'lsa, o'zingizni nomingizga uy-joy qilib bersa, nimadir qilib bersagina iloji bo'lsa turmushga chiqib, iloji bo'lsa o'sha yashayotgan ayollar ham o'zingizni nomingizga uy-joyingizni qildirib oling. Bo'lmasam ajrashgan taqdiringizda ham bolalaringiz o'zingiz sarson bo'lasiz, mana shunaqa davlat tomonidan shunaqa to'siqlarga duch kelib. Shunaqa qiynalib ketdim to'g'risi. Aytmasam mana bo'lmasdi bu narsalar to'g'risi. Menga o'xshagan ayollar nima qilyapsizlar? Qaytga borib bolalaringlarni maktabga beryapsizlar yoki uyinglar yo'q, masalan, ijarada yashaysizlar, propiskalar yo'q. Vaqtincha propiskam bor, lekin iloji yo'q, bo'lmayapti shunaqa narsalarni. Nima qilasizlar? Menga yo'l ko'rsatib yuboringlar, iltimos. Bo'lmasa hozir men yana bolamdan ajralishimga to'g'ri kelyapti.